Shu desanglar devichki xonlar, bugun sizlar bilan bakalashkaga oddiy suv bilan qarsillab chiqadigan bodring tuzlaymiz. Toza yuvilgan bakalashkalarimiz og'zidan o'tadigan bodringlarimizni ajratib olamizda, tozalab yuvib, yarim qilib solib, xohishga ko'ra ko'k pomidorlarimizdan ham qo'shib, ketidan xohlasanglar ukrop quritilgani, xohlamasanglar menga o'xshab ukropni ho'lidan solib, xohishga ko'ra karamlarimizdan ham qo'shib, bodringimizga eng zo'r ta'm beruvchi chesnak donachalarimizdan 10-15 donadan solib, yana ham ishtaha ochar bo'lish uchun qalampirlarimizdan ham 2 donadan qo'shib, ustidan esa 10-15 dona murch donachalaridan ham solib, bodringlarimizni bakalashkaga joylab turganimizda jips qilib, ya'ni press holatida joylashimiz juda ham muhim. Bo'lmasam bodringlaring pirqi bo'lib qolishi mumkin, ya'ni yumshoq bo'lib qoladi. Ana endi 5 litr muzday suvimizga 1 piyola tuz solib, yaxshilab aralashtirib, bodringlarimiz ustidan quyib chiqamiz. Keyin esa qopqoqlarini yopamizda salqinroq hamda qorong'u joyga 20 kunga qo'yib qo'yamiz. 20 kundan